Buxoroda 2026-yilgi g'alla o'rim yig'imi mavsumi uyushqoqlik va hamjihatlik bilan davom ettirilmoqda. Viloyatning barcha tumanlarida viloyat hokimining tashabbusi bilan ishlab chiqilgan maxsus dastur doirasida mavjud imkoniyatlar to'liq ishga safarbar qilindi. Maqsad esa bitta, u ham bo'lsa yer egalarining mashaqqatli mehnati samarasi, qolaversa xalqimiz rizq ro'zi bo'lgan g'allani nesnobud qilmay qisqa muddatlarda yig'ishtirib olishga qaratilgan. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, joriy yilda viloyat bo'yicha jami 3020 ta fermerning sa'y-harakati bilan 65 000 gektar maydonda g'alla parvarishlandi. Bugun pishib yetilgan hosildan 650 000 tonna sifatli don ishlab chiqarilishi belgilangan. Viloyat rahbari tomonidan bu borada barcha mutasaddi tashkilotlarga hosilni tez va betalofat yig'ishtirib olish bo'yicha aniq vazifalar berilgan. Albatta, har bir boshoq donni xavfsiz saranjom sarishta qilishda ichki ishlar organlari xodimlarining ham alohida o'rni bor. Shu ma'noda ta'kidlaydigan bo'lsak, o'rim yig'im tadbirlariga viloyat bo'yicha jami 244 ta, jumladan joriy yilda viloyat hokimligining bevosita qo'llab-quvvatlashi bilan yangi olib kelingan 10 ta zamonaviy Case hamda Class kombaynlari jalb etilgan. Ularning uzluksiz va xavfsiz ishlashini ta'minlash maqsadida har bir kombayn bo'yicha alohida otryadlar tashkil etilib, tarkibiga ichki ishlar va favqulodda vaziyatlar bo'limlari xodimlari biriktirilgan. Mavzuni Kogon tumani misolida davom ettiradigan bo'lsak, viloyat hokimining maxsus topshirig'iga asosan hududda o'rim yig'im mavsumini betalofat o'tkazish, jamoat tartibini saqlash va jarayonlar ustidan qat'iy nazorat o'rnatish mas'uliyati bevosita viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga biriktirilgan. Viloyat rahbarining ushbu topshirig'i ijrosini ta'minlash maqsadida mazkur tumanda ham o'rim jarayonlari otryad usulida yuqori surat bilan yo'lga qo'yilgan. Tumanda 4627 gektar g'alla maydoni mavjud bo'lib, davlatga jami 16390 tonna don topshirishni kogonlik fermerlar o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishgan. Ayni kunda tumanning 19 ta hududida o'rim yig'im ishlari uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Jarayonga jalb qilingan 19 ta kombayn va har bir kombaynga biriktirilgan 4 tadan jami 76 ta yuk avtomashinalari mavsum oldidan to'liq texnik ko'rikdan o'tkazilgan. Hozirda texnik soz holatdagi yuk tashish mashinalari yordamida g'allazordan don qabul qilish maskanlariga uzluksiz ravishda hosil tashib keltirilmoqda. Ayni kunda birin-ketin fermerlar davlat shartnomasini ortig'i bilan ado etishyapti. Kuni kecha tumandagi Feruzabonu Hasan Zamini fermer xo'jaligi marraga yetdi. Bu yerda har gektar maydondan ayrim konturlarda 90-100 sentnerdan xirmon ko'tarildi. Davlatimiz prezidentimiz tomonidan berilgan ancha bizlarga berilgan bir imtiyozlar bilan sharoitimiz juda ham yaxshi bo'lib ketdi. Mineral o'tlarimiz yetkazib berilishi, texnikalarni arzon narxga subsidiya bilan berilishi bizga bir qalqon bo'ldi. Xudoga shukr, ana g'allamizni kecha 2-shishlar kuni bir kunga soat 8 ga boshladik. Namozga 7 ga уже tugatdik. Planimizni oshirib bajardik. Hozir 10 gektar o'rdik. Xudoga shukr, yana bir 7 gektar joyimiz bor. Bug'doyni o'rilishi, tashilishi, topshirilishi tizim orqali shu ichki ishlar yigitlari orqali juda yaxshi tashkil qilingan. Shu respublikamiz fermerlarga omad tilayman. Hammasining planlari to'lsin, xirmonimiz to'lsin, bug'doyimiz ko'p bo'lsin. Aytish mumkinki, O'bacho'li mahallasi hududida faoliyat ko'rsatayotgan har bir fermerning bu yilgi hosilining cho'g'i har yilga qaraganda baland. Mahalla raisining bizga taqdim etgan ma'lumotlarga qaraganda, hosilni qisqa muddatlar oralig'ida yig'ishtirib olishda kombaynchilarning g'ayrat shijoatiga ko'p narsa bog'liq. Muhtaram prezidentimizga rahmat, shuncha imkoniyatlar yaratib beryaptilar. Ana har bir hududga shtablar tashkil qilingan. Bunda ana xabaringiz bor, bizning mahallamizda, bizning O'bacho'li mahallamizda viloyatdan biritilgan viloyat ichki ishlar xodimlari, viloyat favqulodda vaziyat xodimlari, tuman hokimligidan biritilganlar hammalari kelib ana yordamlashib turibdilar. Hech qanaqa muammo yo'q. Muammolar yechilyapti o'z vaqtiga. Maqsad tezda bug'doyimizni isrofgarchilik nobud qilmasdan yig'ishtirib olish. Albatta, o'rilgan donni qabul maskanlariga yetkazib berishda haydovchilar kecha-yu kunduz ter to'kishmoqda. 2026-yil hosillarini boshladik. Allohga shukr, hosillarimiz juda ham a'lo darajada. Mana hamma sharoitlar zo'r, issiq-ovqatlar tashkil qilingani, yoqilg'ilar hammasi o'z vaqtida kelib turibdi. 20 yildan beri mana kombaynchilik qiladigan bo'lsam, mana shu yil juda ham yuqori zo'r hosillar bo'lgan. Nasib bo'lsa, yaxshi sog'-salomat o'rib topshiramiz degan umiddamiz. Prezidentimizga rahmat. Mana shunday sharoitlarni yaratib qo'yganlarga, mana shunday kombaynlarni olib berganlarga. Men o'z avtotransport vositamda yurtimiz g'alla bug'doylarini toshyapman. Bunga xodimlar biriktirilgan. Biz haydovchilar uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Yoqilg'i mahsulotlarini o'z vaqtida quyib berishyapti. Ovqatlar ham tashkil etilgan va oyliklarimizni ham o'z vaqtida olyapmiz. Bundan keyin xalqimiz boyligini, g'alla mahsulotlarini nobud qilmasdan don kombinatlariga yetkazamiz.
Ta'bir joiz bo'lsa, mavsum davomida jamoat tartibini saqlash, yong'in xavfsizligini ta'minlash hamda hosilning talon-taroj qilinishining oldini olish masalalari Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati va shaxsiy tarkibining doimiy diqqat markazida. Yetishtirilgan hosilni daladan qabul qilish punktlariga tashish, omborlarda saqlash va qayta ishlash korxonalariga topshirish jarayonlari ichki ishlar organlari, xususan profilaktika inspektorlari hamda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan qat'iy nazoratga olingan. Don ortilgan yuk mashinalarining manzilga bexatar yetib borishi uchun barcha xavfsizlik choralari ko'rilgan. Buning uchun mavsum oldi tayyorgarlik ko'rilganligi qo'l kelmoqda. Barcha tumanlarda bo'lgani kabi Kogon tumanida ham o'rim yig'im bo'yicha maxsus shtab faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, viloyat hokimining ko'rsatmasi asosida tuman hokimligi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida har bir qadam nazorat qilib borilmoqda. Zotan yetishtirilgan g'alla hosili bu xalq boyligi, el dasturxonining to'kinligidir. Uning daxlsizligini ta'minlash va nobud qilmay yig'ishtirib olinishi yo'lida astoydil xizmat qilish har bir ichki ishlar xodimining sharafli burchi hisoblanadi. Bu boradagi sa'y-harakatlar esa jadallik bilan davom ettirilmoqda.